Bugun sizlar bilan eng kuchli darvozabonni aniqlaymiz. Eng kuchli darvozabon bu kim? Ili u Delabons. Bo'lmasam vaqtida Donnarumma turgan ekan. Xo'sh, klub trening. 5 ta tepishamiz. Beshalasida ham menimcha Ronaldo bilan tepaymi yo Vini bilanmi? Viniga yaxshi talablar juda katta. Xo'p, Vini bilan birinchi tepishim noaniq. U ikkinchi tepishim. Hoppa, birinchi gol. 5 dan bitta gol ketdi. Ikkinchi gol. Uchinchi gol. Bitta shans. Yoy. 5 tadan 2 ta gol va bitta o'zi Keylor Navas. Yana free kick. Bundayam beshalasida ham Vini tepadi. Hop. Birinchi noaniq. Ikkinchi noaniq. Uchinchisi noaniq. Sochda bitamay bo'lgan. Oy. Demoqchi edim o'zi gol ekan. Hop. Mana yana bitta Viniga bitta shans. Oy. Mana yana bitta tepib ko'raylik. Keylor Navas'da sinalganmiz. Hech ketyapti-de. Hop, bunisi ham. Keyingi varta. Yo'q. Thibaut Courtois. Yozishda bitam bo'ladimi? Yoki o'zi save qiladimi? Menimcha qish ketadi. Ikkinchi zarba. Uchinchisi gol. To'rtinchisi Courtois'dan save. Va oxirgisi yana save. Mana yana bitta zarba Vinicius Junior. Mayli bitta aniqlab berib ko'raylik. Courtois'da shans qolmadi demoqchi edim. Vinini o'zi qichib tepgan ekan. Voy. Nimalar bo'ldi hozir? Uy. Lekin qoyil. Men shuni bildimki, eng kuchli darvozabon ikkita ekan, Donnarumma bilan Courtois. Lekin Donnarummani statistikalari yaxshi bo'lgani uchun Donnarumma turadi. Keyingi safar Ukloyda urishga harakat qilib ko'raman. Sizlar bilan Dilisi Gamer bo'ldi.